Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hörmətli televizor görüşlər. İslam və biz proqramımızdan 49-cu sanlı görüşlərini qızğın qarşıladığımız mən Abdullah Yalqın. Qadirli görüşmələrimiz həmən məlum bolğandək başlanğan gündən ta bugün güngacha hər həftədə şu saatlarda ekranlarda buluyordunuz. Hər xil temalarda dinimizdə hər bir müsəlmana aid mükəmməl şəkildə, roşan bir şəkildə düşünüş gərək bolğan məsələlərini temi şəkildə oturuq kelyapmiz. Programımızın daimlik mehmini həmən tanışıb bolğan hörmətli ustaz Şərq Türkistan Ülümalar Birliyi əzası şundaqla Dünya Müslüman Alimlər Birliyi əzası Abdurrahman Cemal Kaşğani'nin təklif qıldığı qimmatli vaxtını çıxarıb kəpəgələ üçün köpdən rəhmət edirik. Ondan razı olsun. Qadirli görüşmələrimiz proqramımız naq meydanında daxil oldu. Ekranlarda çıxıb durğan nömrələr arqalıq proqramımızğa əlaqədar arqandaq fikir, suallarına bu soruşlarını ümid qılırıq. Şundaqla köpləyən qeyrindaşlarımızın həm faydalanışı üçün hem bəhrləb qoyuşuna, hem unutulmazlar. İlanımızı tünügün bəgəndək bugünkü temimiz, baş temimiz özara işençini acizlaştırıb ötediğen qılmışla degan temini asas qıldıq. Çünkü həmmizge məlum məyli hər qandaq dava işlerimizde bolsun, ya ki qılıvatqan məyli ticaret sahasındaki bolsun, bir çoğun işini ro'yobga chiqarmoqchi bo'lgan kishi bo'lib bizning bugünkidek vaziyetimizde dünyanın her qaysi joylarida da'vo qilayotgan nurg'un tashkilotlarimiz bor. Mana shundaq tashkilot ichida rahbar bilan u yerda xizmat qilayotgan xodimlar o'rtasida munosabatni qandaq turg'izish, ishonch, bir-biriga bo'lgan ishonchning da'vo ustida da'voning g'alaba qilishi, shu harakatninki texnik muvaffaqiyatli holatda xizmat qila olishi, dushmanga qarshi kuchli bir shaklda xizmat qila olishi albatta bir-birisi turg'izilgan yemirilmas ishonch, bir-biriga bo'lgan sodiqlik, bir-biriga bo'lgan bu tuyg'ular bilan albatta har qanday bir da'vo texnik gullab mang'usi, kuchayib mang'usi. Shuning uchun buning ahamiyatiniki qanchalik muhim ekanligi, agar bu bo'lmagan vaqtida mag'lubiyat bilan oxirlashadiganligi ko'pincha harakatlarning, da'volarniki bo'lganligi uchun bu temani asos qilib o'tiribdik. Ustoz bevosita suhbatimizga kirsak, oldi bilan shu o'zaro ishonch yaratishninki ahamiyati haqida biroz gap qilib davom etsak. Bismillahirrahmanirrahim. Bizni yo'qdan bor qilgan Janob Allohga ham sanoat bo'lsin. İnsaniyatning faxri bo'lgan Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a dua salamlar olsun. Maksat gelsek, İslam ko'rsatmasi asasida harakat qilmoqchi yoki kurash qilmoqchi bo'lgan tashkilotlar yetakchi saylamay turib, o'zlariga bir lider, mas'ul saylamay turib va yoki o'zlari saylagan mas'ulga yoki yetakchiga itoat qilish ruhini o'zi yaratmay turib, nishon maqsadlarga yetolmaydi. Yetakchi saylash dinimizning buyrug'i, saylangan yetakchiga itoat qilish u dinimizningki buyruq. Çünkü yetakchi saylanmagan vaqtida siyosiy harakatlarimizda olsun yoki boshqa bir guruh demayli, masalan harakatlar, markazlar degan o'xshash. Chunki qaysi bir faoliyatda lider yoki yetakchi saylanmay qolib qolsa, nishon maqsadlarga yetkinolmaydi. Chunki nishon maqsadga yetish tashkillik harakat qilishga, intizom ichida faoliyat olib berishga, hamkorlashib ish harakat qilishga muhtoj. Bu tashkillik faoliyat, hamkorlikchilik faoliyatlarini tartibga soladigan cho'qim bir yetakchi bo'lishi lozim. Buni o'ttirg'a chiqishimiz lozim. Bu yerda tashkilot qurilgan bo'lsa-mu va yetakchi a'zolar tarafidan erkin saylan bilan saylangan bo'lsa-mu, lekin itoat qilish ruhi a'zolarda yetakchida o'ttirg'a tuzilgan siyosiy prinsipga itoat qilish ruhi shakllanmaydi ekan, yanalam maqsad nishonlarga yetkin olmaydi. Ham qurmoqchi bo'lgan bu tashkilotni himoya qilgani yo qo'g'dig'ini bo'lmaydi. Xo'sh. Bu yerdagi masala itoat qilish masalasiga chatil. Hamda yetakchilarga itoat qilish masalasi qanday hal qilish lozim? Yoki a'zolarniki yetakchiga itoat qilish nuqtasini qanday hal qilish lozim degan vaqtida
a'zolar bilan yetakchilar orasida o'zaro bir-biriga ishonish ruhini yaratmay turib itoat qilish ruhini yaratqilmaydi. Ya'ni bir tashkilotga, qanday bir tashkilot bo'lsin, yoki bir jamiyat bo'lsin, yoki dernek bo'lsin, yoki partiya deb atayli, yoki jamoat, harakat deb atayli, a'zolarning yetakchisiga ishonchisi bo'lmasa, itoat qilmaydi. Şoň bir ýerde itaat ruhyny şekillendirimiz etken özara bir-biriga işenç qilish ruhyny yaratish lazım. A'zolarninki yetekçiler qarta yoki özara bir-biri qarta işenç qilish ruhyny yaratish uchun bu ýerde ortak metod şekillendiriş, ortak prinsip şekillendiriş, ortak hareket şekillendiriş, ortak nişan şekillendiriş lazım. Muş ortaklık asasydyky qarindaşlyk, hemkarlyk ruhy boýunça ondan bir-biriga ishonch qilish ruhini yaratgan bo'ldi. Xo'sh. Chunki bu yerda siyosiy faoliyat misolga olsak, nishon birligi, prinsip birligi, harakat metod birligi. Bu birlikka a'zo bo'lgan odamlar tabiiy bir bir qarindoshlik ruhi shakllanadi. Hem musulmon bo'lsalar, bu harakat qatnashgan odamlar qanday harakat bo'lsin, musulmon bo'lsalar qarindoshlik ruhi bilan hamkorlashishi yoki birlikda harakat qilishi uning musulmonlikning taqozosi. Çünkü dinimiz innemel mu'minuna ihval. Müslümanlar qarindaş. Yakki holatda bir-birimiz qarindoshlik mas'uliyatini ado qilgan bo'lsa, ijtimoiy faoliyatlarda yoki iqtisodiy faoliyatlarda yoki siyosiy faoliyatlarda bu xil qarindoshlik ruhi bilan harakat qilish, ish qilish bu musulmonlikning taqozosi. Xo'sh. Har qanday bir tashkilot uchun eng muhim bo'lgan narsa nima desa, yetekçiler bilen a'zolar arasında özara bir-biriga ishonish ruhini tiklash. Eng muhim bo'lganimiz. Agar bir-biriga ishonish ruhi tiklanmay qolib qolsa, bu tashkilot bo'lmaydi, hukumat bo'lmaydi, hatto davlat bo'lmaydi. Tugaydamiz. Bu eng muhim bir ish. Agar a'zolar bilen yetekçi olduğan şahslar arasında özara bir-biriga ishonish ruhi tiklansa, u vaqtda bu tashkilot olsun, yoki jamiyat olsun, yoki dernek olsun, yoki boshqa bir jamoat harakat olsun, bu kuchlanadi. U vaqtda bir-biriga ishonishgan bu aqim har qanday bir shivirg'anlar taqobil tura oladi. Yoki bular haqida jamiyat har xil fitna fasod gap so'z bo'lib qolsa-mu, u yer tavranmay tura oladi. Çünkü özara bir-biriga ishonadi. Bir-birininki samimiyatiga ishonadi. Şu palani undaq debdi, palan bundaq men ishona qildi. İslamning ko'rsatmasi bu dedi. Daliling olsa akka, bo'lmasa og'zingni yum dedi. Bu harakatning sog'lom bo'lishi, tashkilotning sog'lom bo'lishi uchun eng muhim omillarning birisi. Şuna bu yetakchilar bilan a'zolar orasida bir-biriga ishonch qilish ruhini yoki shaxsiylar bilan shaxsiylar birga ish qilganlar kim bo'lsin, bu ruhni yaratish şu tashkilotninki inoqligi, kuch-quvvati va besim oldida yoki xapoliklar oldida mustahkam turishningki halqiliq omil hisoblanadi. Bu o'zaro bir-biriga ishonch qilish masalasi bir jonliq maxluqqa o'xshatsak, bu ya kuchlanadi yoki ojizlanadi. Ya sağlam bo'ladi, ya kasal bo'ladi, yoki yashaydi, ya o'ladi. Shunga o'xshash narsa. Nazik narsa. Bu o'zaro ishonch qilish masalasi intayin sezgur yoki zil yoki nozik masala bo'lganligi uchun bunga alohida diqqat qilish lozim. Xo'sh. Buning chaqchaq bilan yoki desam nim bo'libdi, yoki men haq ustida ba'zilarning bir beshamligi bor. Gerçi bir tarmaq masala olsunmu, gerçi ijtihadni qabul qilgan masala olsunmu, yoki har xil tushunchani qabul qilgan masala olsunmu, haq gapni qilib o'tman deb beshamlik bilan o'zining ishonchisini yo'qotib qo'ygan yoki ishonchli odamlarni ishonch qilib qo'ygan bu xil illat mavjud. Shunga bu ishonchni saqlash yoki bir-biriga ishonish ruhini intan zil masala bo'lganligi uchun yetakchi bo'lgan odamlar bu masalani saqlashda birinchi bo'lib o'zining o'ligilik sifatini unutib qolmaslik lozim. Kim yetakchi bo'lsin, kim mas'ul bo'lishga qat'iy nazar. Birinchi bo'lib o'ligilik sifatini unutib qolsin. Bo'lmaydi. U o'zining og'zidan chiqayotgan gap so'zlarga diqqat qilish lozim. Yurish turishlariga, faoliyatlarga, qarindoshlar qanday muomala qilyapti, bunga alohida diqqat qilish lozim. Ham shu vaqtning o'zida bu ishonchi ruhini, qarindoshlik ruhini oshiradigan faoliyatlarni oshirish lozim. Bu yerda bu o'zaro ishonch qilish, bir-biriga ishonch qilish ruhini oshirishda, ya'ni diqqat qilgan masala
oshiraman desak, ba'zi bir ishlarni qilish lozim. Masalan, bunga yetakchi ulgu bo'lish lozim va oshiradigan bir qanchalagan ishlarni qilish lozim. Bu vaqtda keyin tafsil to'xtalamiz ko'p bo'lg'ash. Endi bu yerda ishonchni buzuvdigan ishlar bor. Bunga diqqat qila olsa, endin o'zaro ishonch ro'yini saqlab qoldi. Masalan, o'zaro ishonch ro'yini buzuvdigan ishlar nimaga o'xshaysa, o'zaro bir gumonxo'rlik qilish. Bir-birisining kaynidan gap tapish, dushmanlik qilish, dushmani Xitoy to'simi, masalan, hozir tashkilotlarning ba'zisi bo'layapti. Bir-biriga urib qolash, birisini yiqitib, uning gadring dastlab turib o'zini büyük ko'rsatish, cho'ngam ko'rsatishga urinish. Xo'sh. Yoki birisi yana birisiga jasuslik qilish. Xitoy jasuslik qilmagan bo'lsa-mi, mulla qatqizish deganga o'xshash. Bu xil nachar ishlar yoki bu xil qamlashman xatoliklar takrar davomlashaversa, bu tashkilotlar bilan tashkilotlar orasida munosabat buzilgandek, bu xil illat bir tashkilotning ishida davomlashib qolib qolsa, bu xatolik tadrijiy o'zaro bir-biriga bo'lgan ishonchni tamoman uzib yo'qotib tashlaydi. Agar bir tashkilot ichidagi qaysi bir tashkilot bo'lsin, a'zolar bilan mas'ullar yoki yetakchilar orasidagi o'zaro bir-biriga ishonish ruhi yo'qolsa yoki o'lsa, u itoat qilish ruhi tugaydi. Ya'ni yetakchi bilan a'zolar bir-biriga ishonmay qolib qolsa, itoat deydigan narsa tugaydi. Xo'sh. Itoat demak bog'liq desa, bir-biriga ishonishga bog'liq. Bir-biriga itoat qilmagandan keyin tadrijdan bo'lsa bu tashkilotdan bir-birlab odamlar chiqib ketadi. Xo'sh. Tashkilot tashlashga majbur bo'ldi. Natijada bu tashkilot e'tiborini tamoman yo'qotdi yoki ojizlashib, ismi va aminiyat yo'q binasiga o'ylanib qoladi. Bu yerda ishonch to'g'risida gap qilgan tabiiy bu masala haqida bir necha savollar tushishi mumkin yoki izlanishlar paydo bo'lishi mumkin. Endi bu yetakchiga ishonch turg'ish masalasi oson masala emas. Yoki o'zligidan lam shakllanib qolgan masala emas. Xo'sh. Masalan, tashkilotda ishni qo'ysa, uning a'zo bo'lgan odamni avtomatik holatda xolimsin cho'qon ishlanish lozim deydigan unda ishonch yo'q. Bu harbiy tuzumga o'xshamaydi. Xo'sh. Bu o'zligidan bo'lmaydi. Buning uchun ba'zi bir shartlarni hal qilish lozim. Masalan, nimaga o'xshash degan vaqtida yetakchi bo'lgan odam o'zining tutgan yo'lining to'g'riligini isbotlashi. Yetakchi bo'lgan odam tutgan yo'lning to'g'riligi yo'q. Masalan, bir odam lider dedik, yo yetakchi dedik, yo tashkilotning oqsoqoli mas'uli. Uning tutgan yo'lning to'g'ri emasligini qanday o'lcham qo'yamiz? Misol, biz o'zimiz misol olaylik. Musulmon. Islomga ishonamiz. Bizningki asosli dasturimiz nimasi? Qur'on, sunnat. Xo'sh. Mayda aqida tasavvurimiz bo'lsin, yoki ideya tasavvurimiz bo'lsin, yoki siyosiy faoliyatimiz bo'lsin, yoki iqtisodga aloqador ishlarimiz bo'lib qolsin, bizni qo'yilgan o'lcham dastur Qur'on, sunnat. Unda o'g'avata bir harakatni yoki bir tashkilotningki to'g'ri yo xato ekanligi dastlabki o'lcham islomning ideyasiga, islomning ta'limot uyg'un kelsa, buni to'g'ri harakat deya olamiz. Xo'sh. Endi bundan xalq o'tab millatning kimligi, millatning qimmat qarashiga uyg'un bo'lsa, buni to'g'ri deb baholay olamiz. Masalan, birinchi o'lab bu yetakchi bo'lgan odam a'zolarda ishonch turg'izish uchun birinchi uning tutgan yo'l to'g'ri bo'lishi lozim. Ikkinchi o'lab yetakchi bo'lgan odam a'zolariga o'zi tashabbus qilayotgan yoki o'ttirib qo'yayotgan nazariya va ko'z qarashlarda ulgu bo'lish lozim. Xo'sh. Uchinchi o'lab a'zolar yetakchininki qobiliyatiga va iqtidorli ekanligiga yoki tajriba ekanligiga ishonish lozim. Ya'ni a'zolar qarab, bu yetakchi qobiliyati bor ekan, bizni yetaklab ma'nolaydi ekan, buning tajribasi bor ekan, ilmi bor ekan, axloqi bor ekan, siyosiy angi bor ekan deb ishonalsa, uch ish birlashsa, aning kaynidan bu a'zolarda bir tashkilot a'zo bo'lib ishonchni endi yaratgan bo'ldi. Xo'sh. Bu o'zligidan shakllanib qolgan ish emas. Ya pul bilan buni qilg'in olmaydi. Balkim ba'zilar pul bilan sotib olib atrofimni odam yig'man deyish mumkin. U vaqtlik bo'ladi. Ya bir qatim og'idi, ya ikki qatim og'idi, uchinchi qatim vaqo vaqtida, ya pul tugab qolgan vaqtida o'ladi. Xo'sh. Bu kishilarni yoki a'zolarni bir-biriga bog'lab turadigan narsa ruh bo'lish lozim, fikr bo'lish lozim, ideya, sog'lom ideya bo'lish lozim. Mush asosda bog'lig'ini oldi. Shuni bu yerda eskartib o'tish kerakki, bu ishonish masalasini a'zolarga majbur tanishib bo'lmaydi. Ya'ni yetakchilar tarafidan bu bir-biriga ishonch qilish masalasi tengilmaydi, balki yoritildi.
Yani dedi ki, men yetekçi olgandan sen çoqum bana to'g'ri qilay, xato qilay, har qanday bo'ysunishing lozim, har qanday ishlanishing lozim edi. Yetekçi bunu tanımaslıkı belki onu yartış lazım. Yani qanday yartılırsa özünün layoqatli ekanligini, özünün tecrübelik ekanligini isbotlay olsa, bu a'zolarda yetekçiga ishonish ruhini yaratadi. Xo'sh. Demek bu siyasi harekette o'zaro ishonch yaratishning ahamiyatini mana shu yerdan bilib olgan bo'ldi. Xo'sh, ko'p rahmat. Hamda mush o'zaro yuqorida so'zlab o'tilgan mushunchalar muhim ishonchdan iborat bu narsani ojizlashtirib o'tadigan eng xatarlik ishlarni qanchasini so'zlasak. Shaxsiylar bilan shaxsiylar bo'lsin, yoki jamiyat bilan jamiyat, yoki tashkilotlar bilan tashkilot deydi, yoki markazlar bilan markaz, yoki o'z orasidagi ishonchni ojizlashtirib o'tadigan bir qanchilgan omillar yoki bir qanchilgan illatlar mavjud. Bugun uning bir qismi haqida to'xtalamiz. O'zaro ishonchni ojizlashtirib o'tadigan bu omillarning ba'zisi yetakchiga munosabatli bo'ladi. Yana bir qismi a'zolar munosabatli bo'ldi. Ko'p qismi ikki tarafga teng munosabatli bo'ldi. Yani bu yerda illat yetakchidan topiladi va a'zodan topiladi. Ko'pincha illat. Bu o'zaro ishonchni yo'qotib tashlaydigan yoki ojizlashtirib o'tadigan ishlarning eng xatarligini ikki misolni yoki ikki nuqtadan tilga olaylik. Bu ikki ishlarning birinchisi ichki talash-tortish. Yani o'zaro ishonchni ojizlashtirib o'tadigan eng xatarlik omillarning birisi ichki talash-tortish. Bular bir siyasi faaliyette, siyasi harekette yoki qaysi bir merkez karakterlik bir işte teşkilat orasidagi ichki talash-tortish bu yetakchilar bilan a'zolar orasidagi ishonchni yo'qotib tashlaydigan hamda bu tashkilotni bo'linish, parchalanish va ojizlik girdoviga boshlatmoqdan eng xatarlik omil ichki talash-tortish. Xo'sh. Sirtqa qarasa haybitova ko'ringan bilan yoki bo'dak yoki kuch ko'ringan bilan, ammo ichi talash-tortish tugmasa, prinsipal masala ma'vu talash-tortish qilgan masala ma'vu deb buni ayirganmisa, mustahkam turgan yer mustahkam turanmasa, prinsipal masalada talash-tortishga ya kirib qolib qolsa, yoki dorini bilmay qolib qolsa, u vaqt ichki talash-tortish to'xtamay davomlashadi. Bu sababdan dinimiz musulmonlarni birlikni saqlaydigan ishlar tashabbus qilgan va bo'linib, parchalab ketgan ishlarni ogohlantirib va atasimu bihablillah jamiyat. Allah'ın ko'rsatmasini tutib mansanglar tang mansizlar. Barabar mangalaysizlar. İşingdan çataq chiqmaydi. Yo'l xaritasi bu deydi. Allah'ın ko'rsatmasini tutib manglar. Chini aslan buni. Bo'linib ketmanglar, parchalanmanglar, ayrim guruh vazliqni shakllantirmanglar. Yani İslamninki ko'rsatmasi bo'yicha mangsa ishdan çataq chiqmaydi. Hatta bu devletki nispeten şuda o'xshaydi. Umumiy chiqmaydi bir narsa. Biz ham hozir davlat yo'q, tashkilot mavjud bo'lg'achqa bu vaqt to'xtalyapmiz. Yana Alloh taolo bizlarni ichki talash-tortish qilishdan, o'rinsiz talash-tortish qilishdan ogohlantirib va atiulloh va rasulahu. Sizlar Allohning payg'ambarining deganini qilinglar. Islom ko'rsatgan bo'yicha ish qilinglar. Va la tanazav. İslamda keskin bir hukm kelgan bo'lsa, yani aniq yo'l yo'riq kelgan bo'lsa, talishib o'tmanglar. Xo'sh. Demek keskin aniq bir hukmga ishinib turib, Qur'onga ishonib, sunnatga ishonib, talash-tortish qilsanglar, yoki buning ergashmasangiz nima ish kelib chiqadi, patapshalo, mag'lubiyat kelib chiqadi. Xo'sh. Ya tashkilotinglar parchalandi, ya bo'linadi, yoki ojizlandi, yoki urush holatida bo'lsanglar, dushmanlar tarafidan mag'lub bo'lasizlar. Kuchingiz yo'qoladi. Demek bir yerde talışıdığan nokta bilen talışmaydıgan noktana ayıryanmaya qolib qolsa, ishdan çataq chiqqan. Bu tashkilotning bo'linib, parchalanib tukkan. Çünkü her qanday bir tashkilotning sog'lom ma'nishini dastlab bu yerda qizil siziq deydigan bir doira var. Biz bunu o'zgarmas nuqtalar deb ataymiz. Bu nuqtani aniq bekitish lazım. Bu nuqta talash-tortish qildimi bo'lsa, çataq chiqadi. Tashkilot mo'lliq atadi, ya tugaydi yoki qimmatini yo'qotadi. Bu nokta bekilmeye qolib qolsa, ismi var, odamlar bo'lib qolsa, uzun vaqtmaylam yana bu tashkilotdan çataq chiqadi. Shu oyat vasbiro. Agar bir ishinglarda bir az qiyinchilik bo'lgan bo'lsa, ba'zi masala ko'rilgan bo'lsa, eg'ir vasi qo'llanadi. Xo'sh. Bir chidab turinglar. Oldiraqsallik qilmanglar. Sabr qilsangiz ishning natijasi chiqadi. Ammo ichki talash-tortish, ichki ziddiyat, ichki to'qinishdan buni saqlaninglar. Eğer bunun ra'y qilmay qolib qolsa, bu ish chatash. Bugun kunga qarasak,
ba'zi bir ahvollar ijtimoiy hayotimiz mavjud emas mavjud. Dushman u yerda qolib qolib, dushmanga qarshi faoliyat qilishning o'rniga o'zaro sapni birlashtirish, halqiliq nuqtalarni asos qilish, tarmoq masalalarni qo'yib turib hamkorlashib ish qilishning o'rniga ba'zilar yana ba'zidan peshin tatib baqadigan, uni bir o'rakka tushsam bo'ldi deydigan, buni nopozi eshib ketgan to'da buni bir mullaqat qilsam bo'ldi deydigan, yoki o'zini bozorga soladigan, yoki o'zining ulug' tog'dek odam ekanini isbotlag'isi kelib ketadigan bu xil nachar qilmishlar jamiyatda mavjud emas mavjud. Bu xil ahvollar nima shakllantiradi bugungi kunlikda esa ichki talash-tashq sabab bo'ladi. Shu sababdan payg'ambarimiz ogohlantirib, el jamoatu rahma val firqat azab. Birlik rahmat. Xo'sh. To'g'ri, hamma ish birlashgan olmaydi. Bu yerda ba'zi masalalarda fikrimiz o'xshamaydi, tushunchamiz o'xshamaydi, tasavvurimiz o'xshamaydi. U tabiiy ish. Ammo prinsipal deb qaragan masala va Xo'sh. Qur'on va sunnatimizda keskin deb qaralgan masala va ening kendi siyosiy prinsipimiz keskin deb bekitib olsak, bu masalada chatoq chiqarmasak, shu masalaning atrofi cho'g'labmasak, qolgan masalalardagi fikr o'xshashmasligimiz, tasavvur o'xshashmasligimiz bizning qarindoshligimizga, birligimizga hargiz ziyon etmaydi yoki ichki talash-tashishga u boshlab bormaydi. Bu birinchi masala. Xo'sh. Endi bu o'zaro ishonchni buzib tashlaydigan yoki ozlashtirgan xatarlik omillarning ikkinchisi ishlarni kisb bir taraf qilinmaslik yoki qiyinchilik yuz bergan bo'lsa, buni hal qilishda kechikib qolish yoki so'ralmalik qilish. Bu bir tashkilot orasida yoki bir jamiyat yuz berib qolsa, jiddiy hal qilish masalalarni jiddiy hal qilmaslik yoki qiyinchilik yuz bergan bo'lsa, buni o'z vaqtida hal qilmaslik, bu o'zaro ishonchni ozlashtiradigan eng xatarlik omillarning birisi hisoblanadi. Endi tashkilot yetakchilari tashkilot orasida yoki bir jamiyat orasida qiyinchilik yuz bersa, buni qanday hal qil degan savol tushishi mumkin. Xo'sh. Tabiiy holatda musulmon bo'lgan ekan, birinchi qilib islomning ko'rsatmasi bo'yicha, ening kendi shu tashkilot quvg'onlar o'z orasida shakllantirgan tashkilotningki ichki qonun tuzumlari bo'yicha hal qiladi bu qiyinchilikni. Masalan, bu yer misol olsak, islomning prinsiplari yoki qiyinchilikni hal qilish ko'rsatmalari nima deyishimiz mumkin. Islomning qiyinchilikni hal qilish ko'rsatmalarining birisi qarindoshlar ishida yoki tashkilot a'zolari ishida yoki tashkilot rahbarlari bilan a'zolar bir qiyinchilik yuz bergan bo'lsa, bir mushkul yuz bergan bo'lsa, birinchi qilib qarindoshlik ruhini aslish. Biz hammada ilgari bir qarindosh, dushman emas. Xo'sh. Sen mening dushmanim emas, biz qarindosh. Xatolik yuz berdimi, yuz berdi. Tushunmaslik yuz berdi, yuz berdi. Biz qarindoshligimizni oldin qo'rin qo'yib turaylik. Nishon birligimizni oldin qo'rin qo'yib turaylik. Bir-birimizga yomon gumon qilmaylik. Bir musulmonning yana bir musulmon ustida o'taydigan bir mo'j majburiyatlari va shaxsiy va ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy bo'lib, buni o'tash tashabbus qilaylik. Hal qilish shart. Shuning bilan birlikda bir-birisiga adovat tutadigan, bir-birisini yomon ko'radigan, bir-birisiga o'ruk olaydigan, bir-birisi ziyonkashlik qiladigan, hatto bir-birisini mullaqat qo'zish uchun g'alit taraflarga chiqib qo'yadigan yoki ba'zi istixborotlar sotadigan bu xil ishlardan ogohlantirib nasihat qilish. Shuning bilan birlikda bu qiyinchilik yuz bergan bo'lsa, bu mening tuqqanimda, bu mening tonishimda demasdan, bu qiyinchilikning foyda ziyonini o'lchab turib, foyda tarafini kuchlantirib, ziyon tarafini ustiga turib hal qilish iborat. Bu qoidalarga tayanib hal qilgan bo'ldi. Uningdan boshqa qiyinchilik yuz bersa, yetakchining mas'uliyati, a'zoning mas'uliyati degan ichki tuzum bo'yicha qolganini deyishgan bo'yicha hal qilsa bo'ladi masalan. Ham bu tashkilotda yoki bir jamiyat hal qilishga bir qiyinchilik yuz berdi. Mushkul yuz berdi yoki dard yuz berdi deydi. Bu masalani dal vaqtida hal qilmasa, bu tadrij yo'g'nab taxmi bosh og'ritadigan bo'ladi. Xo'sh. Agar bir masala yuz bersa, buni yetakchi bo'lgan odam darhol bu ishninki pishig'i tushib, bu ishni hal qilsa, u vaqtida tashkilotning va yetakchining inovati oshadi. A'zolarninki yetakchi bo'lgan ishonch oshadi. Nima deysiz? Oramiz qiyinchilik bo'lib qolsa, bu yetakchi qobiliyat va salohiyat va darhol bu masalani hal qila oladi. Bu orqali tashkilot cho'lib ketmadi yoki parchalanib ketmadi deb tashkilotga bo'lgan yoki rahbar bo'lgan o'zining ishonchi oshadi. Ammo tashkilot yuz bergan masalalarni hal qilish kechikib qolgan, yo so'ralmalik qilgan, yo jiddiy hal qilishga tegishli masalalar bo'lib qolsa, oylar o'tib ketgan. Bunday ahvollar bo'lib qolsa, bu nima yuz bersa, nurg'un qiyinchiliklarni tug'diradi. Xo'sh. Qiyinchiliklarni yoki mushkul taxmin og'itadi. Hattoki tashkilotning ichidan portlash
parchalanish, bo'linish, bir-birisiga qora chaplash deganga o'xshash bu xil illatlarning shakllanishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning bilan birlikda bu tashkilot ichida xizmat qilayotgan qarindoshlarning yoki xizmatchilarning a'zolarininki jushqunligini o'tiradigan yoki ularning ma'naviyat ozida sabab bo'lishi. Biz haqqan chiqsaqmi, cho'ngamla so'qishib yursa, bir-birisiga ishonmasa, bir-birisini hurmatlamasa, bir-birisining gapini olmasa, baribir chuvilib ketadi. Baribir oqmaydi da, u vaqtda bu faoliyat tashkilotining faoliyati bu yerda oqsaydi. To'g'ri. Bu ahvol nega boshlab bordi bo'lsa, bu tashkilot ichidagi yetakchilar bilan a'zolar orasida ishonchninki yo'qolishiga yoki ojizlishiga sabab bo'ldi. Ham bu tashkilot ichida ba'zi bir ahvol bo'ldi. A'zolar har xil bo'lgan ekan, odamlar har xil bo'lgan ekan. Ba'zi bir a'zolar tashkilotning yetakchilariga ba'zida bir besim qiladigan ahvol yuz berdi. Masalan, jamiyat bunday ish bo'ldi. Buni darhol hal qilish lozim. Bugunning o'zida bunga bir narsa qilish lozim. Bugunning o'zida bunga darhol ifoda bildirish lozim deb o'zini o'tiramay xuddi cho'g'linsida o'tirganga o'xshash. Aytdi, hissiyatchan, qiziqqan, ba'zi oldirang'i o'yinda a'zolim tepilib qolamiz, tepilib qol. Xo'sh. Endi bu qarindoshlarningki nima uchun bunchalar oldirang'i qilsa sababi nima desa, bir necha xil illat bo'lishi mumkin. Ya sabrsiz ishqa, ya'ni oldirang'i mijozda. Yoki bo'lmagan bo'lsa, tushunchasiz kamchil, masalani yoki shu yuz bergan xatarni yo qiyinchilikni o'zlashtirolmagan. Xo'sh. Shu masalan darhol biznes demasa, rahbar bo'lgan, yetakchi bo'lgan odam darhol bayonot chiqarmasa, xuddi osmon o'rilib tushdigandek, o'ttas qopsa shu g'am bilan yashaydigan ba'zi ayndagi a'zolar yoki ba'zi qarindoshlar mavjud bo'lsa, har tashkilotda mavjud. Xo'sh. Ba'mudsiz bor. Bu yerda shuni eslatib o'tish kerakki, bu siyosiy harakatda, siyosiy faoliyat qilayotgan harakatda oldirang'ulik qilish yoki yetakchiga soat mundaq deyish lozim, yoki cho'qim buning bir ifoda bildirish lozim deb besim qilish yetakchilar bilan a'zolarning ishonchisini yo'q chiqarib yoki ozlashtiradi. Shuning bu yerda yetakchilarga a'zolar ba'zi kallasi bir o'y fikr bo'lgan bo'lsinmi, besim qilishdan, buni siyosiy masala besim qilish saqlanish lozim. Yoki oldirang'ulikni saqlanish lozim. Egri besig'ilik bilan yo'l tutsa xatolikdan saqlanib olg'ini bo'ladi. Oldirang'ulik bilan bir gap chiqib kelsa yoki bir ish yuz berib qolsa, bu nurg'un xafalikni ekildi. U a'zoning oldirang'uligiga ergishib chiqib qo'ygan yetakchi keyin pushaymon qildi. Shunga burun deganimizda bu yetakchi mustabid bo'lib qolsa ish chataq. Vaqtim o'tgandimi to'xtaldik, yana birozdan keyin to'xtalishimiz mumkin. Ammo mustabid emas, atrofidagi qobiliyatli, iqtidorli o'zining qanday hamkorlashib, maslahatlashib, kengash qilib, fikr erkinlik yo'lashib ish qilgan bo'lsa, ba'zi bir a'zolar o'zi tushunmagan masalada undaq qilmay, bundaq qilmay deb saklab chiqsa, yoki besim qilish urinsa, yoki besim qilib biz onda yo'lga ekilamiz deb qolsa, vaqt siyosiy harakatga bu qarindoshlar yaxshi niyati bilan ziyon yetkazgan bo'ldi. Demak, bu a'zolar bilan a'zolar orasida yoki a'zolar bilan yetakchilar orasida bunday bir kriz yuz bergan vaqtida siz palana xonga ishondingiz. Ya'ni uni yetakchi deb e'tirof qildingiz bir tashkilot a'zo bo'lib. Unda o'g'a vaqtida siz u odamning qobiliyatining borligiga ishoning. Uning samimiyatining borligiga ishoning. Uning munosib vaqtda shu masalaga qarata munosib javob beradiganligiga ishoning. Ma masalani kallaning bir tarafiga ekilish lozim. Zado nimishqa undaq qilmaydi, nimishqa darhol bundaq qilmaydi, nimishqa o masalani kechiktirib o'tadi deb to'g'rilada yoki u ham bu yandan qilmay, biz dastlabda biz palanaga ergashdik yoki mush tashkilotga kirdik deydi, bir tashkilot. Kirgan bo'lsak, yetakchining samimiyati bormi yo'q ishon. Uning qobiliyati bormi yo'qmi, boshqa a'zolar qaragan qobiliyati bormi ishon. Unda bo'lgan munosib vaqtda munosib javob beradiganligini ishonish lozim. Bu muhim nuqtalarimiz. Bu maqab qolsa vaqt bizningki qinimiz qizib ketib, yetakchiga besim qilamiz deb oxir tashkilotni partiltib, parchalab o'tirishimiz mumkin. Agar bu a'zoninki shu yetakchi hal qilmagan yoki javob bermagan yoki inkos bildirmagan, ifoda bildirmagan boshqa o'zining ko'z qarashi bo'lib qolsa, masalan, jamiyat to'g'riliq yoki boshqa tashkilot yoki boshqa shaxslar to'g'riliq deydi. Buni yetakchidan so'rasi bo'ldi. Chunki tashkilotning a'zosi bo'lgandan so'rash haqqi bor. Agar so'rab qanoatlansa bo'ldi. Agar qanoatlanmasa yetakchining gapiga, ya'ni o'zining kallasi mush masala zodi xato, aniq xato deb qaragan bo'lsa, uningga adab axloqdan chapnamagan asosda ilmiy raddiya berish haqqi bor. Buni qo'llansa bo'ladi. Xo'sh. Shu vaqtning o'zida yetakchilarga eskartadigan bir nuqta,
Yetakchi bo'lgan odamlar a'zolarga izohlash tegishlik nuqtalarni vaqti izohlab ochiq yo'riq bo'lish intayin muhim idora masalasida. Masalan, tabiiy holat burun deganimizdek tashkilotlarning o'ziga loyiq sirlari bor. Ba'zi bir sirlar bo'ladi, bu yuqori qatlamdagilar o'zi biladigan sirlar bo'ladi. Ba'zi bir sirlar bo'ladi, a'zolari bilsa bo'ladigan. Ba'zi bir sirlar bo'ladi, jamiyat chiqardigan. Her tashkilotlarga o'zgarishimiz. Ammo bizda sir yo'q, bizda nima bor, berimizmi shu deb qolsa, bu tashkilotimiz atogani mulla qatadi. Chunki Xitoyniki odamlar oqaqil so'qinib kirib istixborotni mangan, tug'an, xiyol qilgan qanday hammani nima qilib yurganlar bo'lib, mulla qatqizib bor. Bu tashkilot deganning o'ziga loyiq sir olishlar. Ya'ni keyin bu sir degan har bir a'zo bo'lganligini deplab, mana menda 5 kilo sir bor deb to'kab turadigan narsa emas bu. Har bir a'zoninki iqtidori, onun sır saklash maharati, onunki tushunchasi, bu joyda turamdi, turmamdi, buning ahvoli qarta berilgan narsa bu. Bu o'zgacha idoraninki, idoraninki o'zgacha bir adab axloq qoidalari bor. Demak, bu yerda a'zolarga izohlash tegishlik. Jamiyat bir masala yuz berdi, a'zolarning bilish lozim bo'lgan ishlar bu. Masalan, idora qanday ketyapti, qanday boshqaryapti, bu masala qanday ifoda bildiryapti, yetakchilar. Bu masala vaqti-vaqtida izohat berib uçuk yo'riq bo'lib, a'zolar o'zlari to'sal paydo qilmasligi. Shu vaqtning o'zida kengash orqali chiqqan qarorlar bo'lib qolsin, qarorlarning sababini bayon qilish. Masalan, bir qaror chiqadi. Bu yerda ikki masala bor. Birinchi masala qaror chiqarishda yetakchi bo'lgan odam kengash bilan chiqarish lozim. Dinimizning buyrug'i bo'yicha. Bo'lmasa mustabid bo'ladi, xatolik yuz beradi. Endi kengash bilan chiqadi. O kengash qilganlar tabiiy holatda yuqori qatlam bo'lishi mumkin. Endi jamiyatda hamma a'zomiz. Ba'zi a'zolarni tushunolmaydi. Unda o vaqtda savol so'ragan chaqda biz bu qarorni ma'lum sababdan oldik deb a'zolar so'rasa, bu yetakchiniki buni izohlash uning majburiyati. Xo'sh. Shuning bilan birlikda yetakchi bo'lgan odam a'zolarning ehtiyojlarini oldin tap chiqib, masalan, buning iqtisod ahvoli nadagicha, o'qish ahvoli nadagicha, on saviya ahvoli nadagicha, oilasida o'zaro qiyinchilik bormi yo'qmi, axloqida masala bormi yo'qmi deganga o'xshash. Qaysi bir tarafda qiyinchilik bo'lgan bo'lsa, uni tap chiqib, hal qilishga oldirsa, bu yetakchi bilan a'zolar orasida o'zaro qarindoshlik ruhini yoki bir-biri ishonish ruhini oshirdi. Bu tabiiy holat demismi yuqori degan bu uch masala, ya'ni jamiyat yuz bergan qiyinchilikni a'zolarga izohlash, sababini bayon qilish va a'zolarning qiyinchiligini oldin o'rin qo'yib hal qilish. Bu nimaning majburiyati. Balki ba'zida ish mumkin. Ba'zi tashkilot o'zining odamlarining ishini oldin o'rin qo'ydi. Bu tabiat. Va har bir odam, masalan, dado o'qishini misol qilsak, boshqalarning bolalari xayrixohlik ishlaydi, o'zining bolalari xayrixohlik qilib ikkinchi o'rinda qildi. Shuningga o'xshash bir bo'lak odamlar bir g'oya, bir nishon, bir fikr uchun bir tashkilotni qurgan bo'lsa, dastlabda o'zining ishidagi odamlarning qiyinchiligini qilib qolib, ikkinchi endi jamiyatga qarindoshlarining majburiyatini yoki ularning qiyinchiligini qildi. Bu tabiiy ish. Shu dastlabda ishni o'z oldidan boshlaydi. Bu qarindoshlik o'ynadi. Jon birdig'ini bu tursa, vaqtini birdig'ini bu tursa, kuch birdig'ini bu tursa, buni qo'yib qo'yib sen ochqal sirtgan ekan desa, bu harakat qanday bo'ldi, siyosat qanday bo'ldi, davlat qanday qurildi. Nima unda ish bu? Bu vaqtda payg'ambarimizning bir nasihati bor, yetakchilar haqida. Bu deganlik faqat boshqalarni qo'yib qo'ysin deganlik emas. Demak, yetakchi bo'lgan odam o'zining qilishlik mas'uliyat to'lasin demak. Peygamberimizden bir nasihati var vaqtda ma min amirin yeli emrel muslimin. Qaysi bir emir, yetakchi deydi yoki rahbar deydi yoki boshliq deydi, kim bo'lsin, hokim, vali bo'lsin, musulmonlarning bir ishi ego bo'ldi. Vali bo'lgan bo'lsa cho'ngroq ego bo'ldi. Davlatning raisi yoki sulton xalifa bo'lgan bo'lsa butun ego bo'lgan bo'ldi. Bir tashkilot qurgan bo'lsa tashkilot a'zo bo'lganligi ego bo'lgan bo'ldi hamda shu. Davlat qurdi, partiya qurdi, jamoat tashkilot qurdi deydi. Ego bo'lib turib, ular kuchimisa, ular xayrixohlik qilmasa, ularning yaxshilik uchun harakat qilmasa, ular jannat kirgan taqdirda ma'dam kirmaydi. Demak, mas'ul bo'lib olib, o'rindiqni saqlab o'ttirgan bo'lsa, o'zining atrofidagi odamlarning ishiga ega bo'lmasa, uning xayrixohlik uchun, ularning manfaat uchun ish harakat qilmasa, yoki bu tashkilot nima uchun qurildi, bu vaqt ish harakat qilmay o'rin saqlab o'ttirgan bo'lsa, bu odam jannatdan mahrum. Buning asosan ba'zi bir odamlar yil o'tib ketgan, huquqni o'ttirgan, hech qanday faoliyat yo'q, ish yo'q. Bu odamlar qiyomatga nima deb hisob berib, buni o'rganish lozim. Kuchi yetgan bo'lsa, qila olgan bo'lsa, o'ttirsin, qila olmay qolib qolgan bo'lsa, tushib ketgan, uning uchun sharaf. Chunki bizga
ma dunyodan ketgandan keyin jannat lazım. Dozaqdan saqlanaydigan bo'lsak, o'rindiqdan ish qilinmagan bo'lsa, qo'limiz kelmasa yoki atrofimizga qarindoshlar yoki bir tashkilotga a'zosini xohlamaymiz tushib ketadigan bo'lsa, asta uningki tushib ketgani uning uchun yaxshi. Bu ikki masala, birisi ichki talashda atish, yana birisi qiyinchilik yuz bergan chog'da darhol bu masalani hal qilmay, keyingi so'zga o'tish, haftalab keyingi surib, ichki talashda atishdan yoki qiyinchilik yo'g'inib sabab bo'lish, bu ishonchni yo'qotadigan eng xatarli masalalardan iborat. Xo'sh, endi shu yetakchi yoki rahbarga munosabatlik o'zaro ishonch ta'sir etadigan ishlardan yana bir qanchani so'zlasak, mayli ularningki xizmat taqsimotida bo'lsin, yoki ishlarni o'rinlashtirishida bo'lsin, xatolik sodir qilib o'ziga bo'lgan ishonchni yo'qotib qo'yish masalasida. Endi yetakchilik munosabatlik ishonchni yo'qotib qo'yadigan bir qanchalagan masala. Bundan 2-3 o'rnak misol endi. Birinchisi munosib kishilarni munosib o'rinlarga o'rinlashtirmaslik. O yetakchi bo'lgan ekan, har bir odamning ahvolidan xabardor bo'lish lozim. Uning qobiliyati qanchalik, iqtidori qanchalik, tushunchasi qanchalik, bu mansabga qo'ysa yoki bu xizmatga qo'ysa uning huddasidan chiqalamdi, chiqolmamdi. Buni bilish uningga majburiyati. Shunga bir tashkilotga a'zo mas'ul bo'lgan odam, ya yetakchi bo'lgan odam har bir a'zolarni yaxshi qila oladigan, o'zi joyida o'rinlay oladigan xizmat tanlasa, bu ish natijali bo'ladi. Ening kaynidan a'zoning yetakchi bo'lgan ishonchi ochadi. Masalan, misolga olsak, bir odam qo'ldan kelmaydigan bir ishga xizmatimizni topshirdi. Masalan, sizlar qilayotgan bu tashviqot kasbini misolga olsak, buningdan qilch xabari yo'q, odamni bizni aglab qo'yam, sen bu kamerani boshqa, sen buni yoz deb no'qib qo'ysa, u uning u qadar ig'ikil. Bu ish mag'lub bo'lsa mag'lub bo'l. Ening kendi bu yetakchi bo'lgan ishonchi tugaydi uning. Bu men qilolmaydigan tursam, qilolmaydigan bilib turib bu yerga ekkab qo'ydi. Nima qilmoqchi edi bu odamning maqsadi? Meni razil qilmoqchimidi, meni yo'qotmoqchimidi, yoki meni mushni bana qilib chiqarib etmoqchimidi deb necha xil xiyol vasvasalar bilan bu yerda ishonch tugaydi. Xo'sh. Agar bir odamni o'zi qila oladigan, mahorat yetadigan ish qilgan bo'lsa, bu inson. Mening bu ishga mahoratim bor, bir qila olsam, demak, bu mening ishga o'rinlashtirdi deb u yerga o'rinlashtirilgandan xo'sh bo'lamiz, xo'sh bo'l. Birinchisi yetakchi men ishonibdi deb biladi. Men ishongachki men mansabim berdi. Ikkinchisi o'zi topshirilgan shu ishdan o'disini chiqaradigan bo'lsa, xotir jamoatda olg'ima olaydi, yetakchi bo'lgan hurmati uning oshadi. Agar yetakchi uni u yuqoridagiimizda xo'sh yoqmaydigan bir ishga, yoki yaxshi ko'rmaydigan bir ishga, yoki o'disdan chiqolmaydigan bir ishga taklif qilgan bo'lsa, bu vaqtda ish mag'lub bo'ladi va xizmatda passivlik ahvoli ko'riladi. Shunga yetakchi bo'lgan odam tashkilotga har bir shaxsiningki ortiqchiliklari, alohidaliklari, ijobiy, salbiy taraflariga har tarafdan qarab chiqsa, endi munosib odam tanlay oladi. Masalan, buningki iymoniy ahvoli, islom nuqtasi bilan ma'nodan bir tashkilot nisbatan buning iymon saviyasi, buning ideyasi sog'lommi, sog'lom emasmi, axloqida masala bormi, masala yo'qmi, siyosiy tushunchasi qanchalik, qarindoshlar bilan muomala qilish qanchalik, go'rib xizmat qila olamdi, qilolmamdi, buning psixikasida masala bormi, yo'qmi, bu dushmani nadan cho'glab topadi deganga o'xshash bir qancha tarafli holatda izlangan vaqtida ening kentin munosib o'ringa munosib odamni qo'ygan bo'ldi. Masalan, bundan misoldan birini olsak, Abu Zarr ismli dangliq bir sahoba. Kunlarning birida payg'ambarimizning qashiga kelib, "Men bir mansab, huquq bersladi." Buning talab qilgani valiylik. Cho'ngroq bir mansab. Bir shaharningki yoki bir viloyatning bir valiyligi. Payg'ambarimiz rad qildi. Yo'q, bo'lmaydi dedi. Bo'lmas payg'ambarimiz Abu Zarr haqida, "Mening ummatimning ichida buningdek ishonchli odam yo'q" dedi. Buningdek rostchil odam yo'q dedi. Asdaqul ahjar dedi. Buningdek rostchil odam yo'q. Abu Zarrga shunchalar baho berib turib, uning ishonchli ekanligiga tamoman qoyil bo'lib turib, payg'ambarimiz uning valiylikdan iborat bir mansabni bermadi. Rad qildi. Payg'ambarimiz dediga, "Innaka zaib" dedi. Sening ishonchli ekanligingga shak yo'q dedi. Sana ishonaman dedi. Sana o'xshash rostchil odam yo'q dedi, ishonaman. Xo'sh. Ishonchi ayrim, lekin salohiyat, iqtidor masalasi o ayrim masala. Senda ishonchi bor, ammo ma mansabning huddasidan yoki ma huquqning yoki ma mas'ullikning huddasidan sen chiqolmaysan. Sening salohiyating bundan yetmaydi. İslamda bo'lsin, sen asl sifatda bu omonat masalasi.
Bir adam hukuk çıksa, bir teşkilatınki mesulü olsa, yoki bir partininki, yoki bir cemaatning, yoki bir hükümetning olsa, ötepli kitidigan ish emas. Xo'sh. Mas'uliyati va ishdi. Omonat deb tushunaman buni. Qiyomat kunida damat. Omonat deb tushunaman. Ya'ni hisobati bor. Bu qiyomat kuniga bo'lgan vaqtida sizning salohiyatingiz bo'lmay qolib qolsa, sizga topshirilgan ishning huddisidan chiqolmay qolib qolsangiz, sizni yaqirtib pushmonga tiqilib qo'yishdi. Demak, shunchalar ishonchlik deb qaralgan, eng rostchil gap qildi deb qaralgan odamga payg'ambarimiz xizmatni bermadi. Bo'lmasa, o sahabeniki ulug'liqqa gap yo'q. Payg'ambarimiz xizmatlarga odam tanlashda ishonchni asos qilmaydi. Balki shu odamninki shu ishga iqtidori bormi, salohiyati bormi, qobiliyati bormi, buni asos qiladi. Bu yerda ikki nuqta bor. Ayirish lozim xizmatni. Ishonchlikni tanlash, iqtidorlarni tanlash masalasi. Bu intayin diqqat qilgan masala. Biz ishonchlik deb bin tanladik. Ammo u ishni aplashtirolmaydi. İşençilik işençilik. Hemen işençilik. Lekin ishni o'ddisidan chiqolmaydi. Uning nima foydasi? Biz qilmoqchi bo'lgan nishon, g'oya uchun u odam ish qilolmay qolib qolsa. Yetakchilik salohiyatimiz uyg'un kelamdi. Yoki ustimizga olgan bir g'oyaga uyg'un kelamdi. Yoki kurashdan o'ddisi chiqolib yo'q. Shunga bu yerda ishonchlik bilan birlikda yana bir sifatni qo'shish lozim. U bo'lgan bo'lsa-mu, iqtidor bormi, yo'qmi, uni ikkini birlashtirish. Ba'zi odamlar iqtidor bor, lekin ishonchliklar diqqat qilmay qolib qolsak, u bizni ichki tarafdan qo'rqitib, mijib muloqot qilishi mumkin. Ya setilishi mumkin ishonchlik bo'lmasa dushmanga, yoki boshqa bir ideyani o'tirg'ach uchun bu tashkilotning ichki tarafdan sesishi mumkin, yoki ichki xabarlarni o'g'irlab jamiyatni fitna fasodga sabab bo'lishi mumkin. Shunga bu ikki kishini birlashtirib, ishonch masalasi, iqtidor masalasi. Payg'ambarimiz bu yerda alohida buni diqqat qiladi. Masalan, Xolid ibn Validni musulmon bo'lganligi uzun bo'lmagan, balki 1-2 oy bo'lgan. Uni harbiy qo'mondonlikqa tanladi. Na cho'ng bir urushdinki harbiy qo'mondonlik kim tanladi? O dastlab musulmonlar tanlagan. Bu Mu'ta urushida. Xolid ibn Valid va shuningga o'xshash qo'mondonlarningki tanlanishi nimaga bog'liq desa, uni musulmon bo'lgan bilan ishonch darajasiga ko'tardi. Nifoq bormi, munofiqlik bormi, satqinlik, josuslik bormi yo'q buning. Xo'sh. Lekin buningga yani ishonchlik bo'lish bilan birlikda o'zining kasb bo'lgan harbiy sohaga kelgan chog'da iqtidori bor. Shuning uchun payg'ambarimiz buni tanlagan. Boshqalar xafa bo'lgan vaqtida hurmatlagan. Ening kaynidan da'vat ishlariga dastlabda, masalan, Madinaga o'z berishda ilgari elchi qilib, cho'ng da'vatchi qilib avatgan Mus'ab. Uning qobiliyati bormiz bor. Bu uzun bo'lmagan vaqtdan uchun nurg'un odamlarni o'ziga qoyil qildi. Madinadagi cho'ng qabilaning oqsoqollarini islomga so'rab kelardi iqtidori bilan. Xo'sh. Hazrat Abu Bakr va Hazrat Umarga o'xshash ma'lum odamlarni mustashorlikqa tayin qildi. Muozga o'xshash odamlarni o'zi obdan bildigan qozilikqa tayin qildi. Demak, payg'ambarimizningki odamlarni xizmatga o'rinlashtirishda tayangan uslubi. Ya'ni qobiliyat, iqtidorni ishonch bilan birlikda asos qiladi. Faqat ishonch bilan tayanmagan. Shu bu yerda yetakchi bo'lgan odamlar munosib kishilarni munosib o'rinlashtirmay qolib qolsa, bu ikki taraf orasida yetakchi bo'lgan odam o'zimi bezor bo'ladi. Xo'sh. Yana bir odammi aplashtiramasa yaga qaraydi. Ham munosib, ish bo'lmaydi. Bu birinchi masala. Yetakchiga munosabatlik ishonchni ozlashtiradigan ishlarning ikkinchisi yetakchining ig'ir besiq bo'lmasligi. Aldirang'ulik. Ya'ni bir ishni qilib bo'lsam, ishning oldigan tafsilotini bilmaylam, qaror chiqarib o'tadigan, bayonot chiqarib qo'yadigan, yoki darhol inkos berib jamiyatda bu orqali o'zining jamiyatiningki yoki o'zining tashkilotiningki inovatiga daxl tarz yetkazadigan bu xil ahvollar mavjud bo'lsa, bu mavjud. Shunga tashkilot rahbarlari yetakchi bo'lgan odamlar ig'ir besiq bo'lish bu intayin. Aldirang'ulik shaytondan deb ogohlantirdik biz. Ig'ir besiqlik musulmonninki alohida sifatida deb tashabbus qiladi. Ammo so'ralmalik emas ig'ir besiqlikdir. Ya'ni ishning oldiga obdan izlanib ish qilishdi. Shu tashkilot ishida yetakchi bo'lgan odamlar tashkilot ishida kengash qilish ruhini va fikr qilish erkinligini qanot yodirish uchun
munosib sharoit hozirlash u yetakchining mas'uliyati. Eğer besiqliq nimani taqozo qildi bo'lsa, kengash qilish tayinish. Kengash qilmaganlik aldirang'ulik keltirib chiqardi. Shu kengash qilish ro'yini qanot yotirish, yana birisi har bir a'zoninki, shu tashkilot a'zo bo'lgan fikr qilish erkinligini qanot yozishga sharoit hozirlash yetakchining mas'uliyati. Xo'sh. Bir xil usullar bilan, bir xil yo'llar bilan bu sorunni hozirlash lozim. Shunga yetakchi bo'lgan odamlar ig'ir besiq bo'lib, tashkilotga tava bo'lgan odamlarning har birisiga fikr erkinligini berish. E'tiroz bildiramdi, qo'llamdi, nasihat qilamdi yoki ilmiy tanqid qilamdi, bunga yo'l ochishi u intayin muhim masala. Mushunda qiladigan vaqtida bu a'zolarning ishonchi, yetakchi bo'lgan ishonchisini oshiramiz. Chunki a'zolar ishini nasihat qilish, nasihat qila oladi, erkin fikr qila oladi, o'zining gapini deya oladi. Bu ishonchini oshirdi bu. Chunki tashkilotga har bir a'zoning fikr qilish haqqi bormi? Agar a'zolar yetakchini zot aniq xatolashib ketdi deb qaragan bo'lsa, uningga ilmiy yo'li bilan nasihat qilish yoki ilmiy tanqid qilish haqqi bormi? Umuman. Ammo yetakchi bo'lgan shaxslar yoki yetakchilar a'zolarga fikr qilish erkinligini bermasa, har so'rinda fikr qilmay, mening deganim ras, men bu qarorni chiqarib oldim. Sizlarning fikringizni baka fikr qilsanglar, fikr qilish erkinligini beramiz. Yoki birisi o'zining tushunchasini o'tirib qo'ysa, bu fikr menga yaramadi deb chetga qaqsa, yoki birisi davomli bu g'alati fikr qildi deb fikr deb qarab o'ziga yoqmay qolib qolsa, uni chetga qaqadigan yoki yiroqlashtirgan bo'lsa, yoki mustabidlik xarakteri bo'lib, mening deganim ras, mening deganim bo'yicha qilsanglar, mana qilmay qolib qolsanglar, nega olsanglar beringlar degan o'sha besham bu qiyofat kirib olib qolib qolsa, u vaqtida nima ish yuz beradi? Yetakchi bilan a'zolar orasidagi ijtimoiy munosabat bu yerda buzildi. Vaziyat buzilishga boshlaydi. Xo'sh. Yetakchi bilan a'zolarning bir-biri bo'lgan ishonchisi bu yerda taqim ojizlashga qarab maqadi. Shunga bu tashkilot a'zo bo'lganlarning ichida har xil fikrni bo'lishi tabiiy. Ya'ni prinsipal masala kelgan chaqda qizilsiziqdir. Hamma odam yetakchi bo'lamdi, a'zo bo'lamdi, uningga amal qilish lozim. O'zgarmaydigan masala. Ammo har xil fikr qilishni qabul qildigan, har xil tasavvurni qabul qildigan, vosita xarakterdagi masalalarning jiqqa to'xtamay, izlanishni to'xtamay, o'zgarishni qabul qildi bu masala. Prinsip asosida, maqsad asosida. Unda o'ga vaqtida boshqa fikrdagilarni bir oz qiyin bo'lsin qabul qilish, uning fikrini hurmatlash bu ikki tarafningki o'zaro munosabatni yaxshilaydi va ishonchisini oshiradi. Shunday yangi fikrlarning maydon kelishiga va xizmat yo'llariningki unum qozonishga sabab bo'ldi. Bu ikkinchi nuqta. Üçüncü nokta yetakchi munosabatli ishonchni ozlashtirgan illatlarning birisi xizmat taqsimot qilmaslik. Odatda bu yetakchi bo'lgan odam munosib deb qaragan a'zolardan birini to'g'ri usulda munosib bir xizmatga o'rinlashtirsa, a'zolarningki ishonchi oshadi va tajribasi oshadi. Ish qilib, mashq qilish orqali, praktika orqali. Bu yer to'g'ri usulda deganimiz davomli bir odamni o'rinlashtirsa bir ishga qolgan qobiliyati odam tutib tursa yoki o'ziga bek yoqqa odamni o'rinlashtirsa, ya'ni bu yerda oshqullik bilan passiv holat ko'rilib qolsa, u yer to'g'ri usul chapnagan bo'ladi. U vaqtida boshqa a'zolarning ishonchisi to'vallaydi, ham tajribasi oshmaydi. Chunki buni alohida diqqat qilish lozim. Ammo bu mas'ullarning ichida ba'zi bir mas'ullar bo'lishi mumkin. Men palonatni demayman, jamiyatda bo'lishi mumkin. Bular shuncha oldirash bo'lsin, ishlari shuncha ko'p bo'lsin-mi, o'ziga a'zo bo'lgan odamlarning qobiliyatli, iqtidorli odamlar bo'lsin, uning ish taqsimot qilmay, hamma ishni o'zim qilaman degandek qiyofat kirib qolib, ishlarningki mengshiga to'sal bo'ldigan yoki oqsadigan bu xil ahvollar mavjudmi? Agar buningga o'xshash ahvollar, ya'ni ish taqsimot qilmay davomli bu xil shaklda faoliyat olib borsa, yetakchi ham o'zini charchisi, ham o'zini charchidi, ham a'zolarningki uning bo'lgan ishonchisini oziltib qo'ydi. Nimishqas bu odam bizga ishonmaydi. Bizning iqtidorimizning borligini bilmaydi. Ya bizning samimiyatimizni shak qilamdiganda deb bu yerda shayton vasvas qilishga boshlaydi. Tadrijiy bu yerda ta'sir etadi Alloh. Güzel bir mazmunlar so'zlandi. Oxirida ham shu yetakchi va a'zolarga munosabatlik ishonchni ojizlatadigan ishlar bilan tugatsak. Yetakchi va a'zolar munosabatlik
o'zaro ishonchini yo'qotib qo'yadigan yoki ojizlashtiradigan ishlardan bundan masalani misol qilaylik ko'pligida. Birinchisi munosabatninki ojizlik. Yetakchi bilan a'zolar orasida munosabat yaxshi bo'lsa, o'zaro berish qilish bo'lsa, hal ahvol so'rab turilsa, uni nima ish qilyapti, nega ko'ryapti, bu ahvol aniq bo'lib qolsa, bu qiyinchiliklarni hal qilishga, tashkilotning inoqligiga, ishlarni darhol mangdirishga va o'zaro ishonchni oshirishga alohida his qo'shadi. Xo'sh. Agar tashkilotlar a'zolar orasidagi munosabat ojiz. Falon aqim bizga a'zomi? A'zo. U bormi yo'qmi? Bir maktab o'rlashtirgan bo'lsa, masalan, siyosat o'qib kelsin, istiqbolat o'qib kelsin yoki iqtisod o'qib yoki idora o'qib. Bir yil o'qigandan keyin maktabda falon o'tabdimi, o'tmabdimi deb mandaq qilib o'tsa, buni davomli uning bilan aloqa bog'lab, hal ahvol so'rab, qiyinchilik bo'lsa hal qilib, yo'l ko'z qilmay. U vaqt nima bo'ldi? Ishonchi tadrijiy kenechki. Aloqa uzilishga boshlaydi. Ening kaynida uning bir ish topshirilgan bo'lsa, o'zaro aloqa ojiz bo'lib qolsa, ijro qilinishga tegishli ishlar bu yerda pasipala chiqib qoldi. Nima ish qilsa, yetakchi ma'alan topshirgandi. O'qib bizga ishtirdi, yana bizga ishtirdi. Bu ishtirishlar bilan ish kaynagrasi. Birisi bu xizmat taqsimotining yaxshi bo'lmaganligi bo'lsa, yana birisi o'zaro munosabat yaxshi bo'lmay qolib qolsa, tashkilot qilmoqchi bo'lgan ishni pasipala chiqib qoldi. Chunki munosabat yaxshi bo'lmaganligini u qilamiga debtiman bilan o'zini oqlashga uringan odamlar bu yerda kelib chiqadi. Natijada yetakchi bilan a'zolar fikriy jihatdan, nafsiy jihatdan orliqi bir fasil paydo bo'ldi. Ya'ni erkin bo'lanmaslik, ochiq yo'riq bo'lanmaslik, o'zining dardini aytolmaslik, eyminish, tatinish degan bu ishlar ikkalarining orasidagi munosabatni bu ojizlashtirib qo'ydi. Bu bir masala. Ikkinchi masala yetakchi bilan a'zolar munosabatlik ishonchini ojizlashtirishdan ikkinchisi muassasa a'ning bo'lmasligi yoki guruhlashib xizmat qilish a'ninki to'van bo'lishi. Ba'zi mas'ullarda muassasalik ruhi to'van yoki guruhlashib xizmat qilish ruhini to'van. Bularda nima ustun esa yakki faoliyat qilish tuyg'usi kuchli. Bugungi kunlikda jamiyatimiz ba'zi bir qarindoshlarimiz bor. Alloh rozi bo'lsin xizmatlardan yakki faoliyat qilish amroq. Shaxsiy faoliyat qilish amroq. Bir guruhning ichida, bir tashkilotning ichida hamkorlik faoliyatda ya kelishalaydi, ya kelishamaydi. Mayl mas'ul bo'lsin, bo'lmasin, bu xil illat bormi? Ba'zi mas'ullarda guruhlashib xizmat qilish ruhi to'van bo'lsa, yakki faoliyat qilish tuyg'usi kuchli bo'lib qolsa, bu atrofidagi odamlar qanday tushunib qurib qo'ydi. Buna qarash lazım. Mayli u his qilsin, his qilmasin, maqsad qilsin, maqsad qilmasin, atrofidagi odamlarga bir ishonchsizlik tuyg'uni berib qo'ydi. Guruh qilsa. Guruh. Nima ish a'zo bo'ldi, bir tashkilotga a'zo bo'ldi. Nima qildi? Tashkilot qildi. Unda bu odam yakka holatlar ish qildi. Hamma ishni o'zi qildigandek qadam bosdi. A'zolariga xizmat taqsimot bermaydi, ularni hamkorlik chaqolmaydi yoki maslahatlashmaydi. Bu a'zolar nima hukm berdi? Demak, bizga bu odam ishonmaydi ekan, bizning samimiyatimizga to'g'ri qaramaydi ekan deb bu yerda bir xil ishonchsizlik muhit yoritilib qoldi. Va bu hukm a'zolarda undaq bir tushunchani paydo qilgandan keyin ba'zilarning kallasi shayton o'ynab kudishi mumkin. Sen ishonmiz nima ish qilib berdi, uni chiqib ketdi. Yoki bo'lmagan bo'lsa, a'zolarda bak sezgur bo'lish. Ya'ni yetakchi biror gapni deb qolsa yoki biror xizmat buyurib qolib qolsa, qattiq sezgurlik bilan muomala qiladigan, uni bir ijobiy to'g'ri qaramaydigan bu xil holat shakllanishi mumkin. Shunga bu haqiqiy yetakchi sifatga ega odamlar kamtar bo'ldi davomli. Ening kaynidan guruhlab hamkorlashib xizmat qilish ruhiga ega bo'ladi. Haqiqiy yetakchi bo'lgan odam. Bu odamlar davomli men yetakchi bo'lsam deb qaramaydi. Davomli men bosh bo'lsam deb qaramaydi. O'zining atrofidagi odamlarni yoki a'zo odamlarni menga o'xshash yetishsa yoki mendan ustun bo'lsa bo'ldi. Turdi. A'zolarni siz davomli bu holatda emas, siz yetakchi bo'linglar. Oldiga ilgirlanglar. Ustun maqomni mening nimamni sizlar elinglar deb ishtirib turdi. Bu haqiqiy yetakchilikka fazilati sifati. Xo'sh. Ikki taraf orasida topiladigan yana illatlarning birisi usulda paranglashish va shaxsiy sirlarni yeyish. Bu ikki tarafning yetakchi bilan a'zolarningki bir-biriga bo'lgan ishonchni yemirib tashlaydigan illatlarningki muhimlardan birisi. Ba'zilarni masalan bir tashkilot deb qarasak, cho'ngroq bir tashkilot deydi. Ba'zilarni ayirib qo'yib, ayrim usulda paranglashish
bu o'zaro ishonchni va o'zaro biri bo'lgan hurmatni yo'qotib tashlagan eng xatarli omil. Xo'sh. Bu illat yoki bu omil ikki taraf orasida adovat yoki dushmanlik sabab bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmagan vaqtida a'zolarningki bu tashkilotga kirib bunda xizmat qilgandan ayrim xizmat qilay deb chiqib ketishiga sabab bo'lishi mumkin. Chunki rohat bo'lanmasa, o'zining qarindishidek tuyg'u kelmasa, u yoqqa qarshi bir guruh kusuldab paranglashgan, bu yoqqa qarshi bir kusuldab lashgan, yana bir yer bir kusuldashgan bo'lgan ekan, bu yerda o'zaro rohatsizlik paydo bo'ladi. Prinsip aniq bo'lmay qolsa, xarit aniq bo'lmay qolsa, har bir odamning xizmat taqsimoti aniq bo'lmasa, bo'ladigan omillarning birisi. Endi kusuldab paranglash natijasida bu yerda bir bo'lak ayrim paranglashdi, u yerda bir bo'lak ayrim paranglashsa, bu yerda ayrim guruh shakllanib tashkilotlanadi. Ayrim guruh shakllandi demak, bu tashkilotningki parchalanishningki asos selindi demak. Eng xatarli ishdan birisi. Bir tashkilot qarasak, 3-4 bir guruh bo'lib olgan, 5-6 kusurlashib tashkilotning asosiy nishonidan chatnab, bir guruh bo'lib olgan. Bu holat ayrim bir iqlim shakllantirgandan keyin nima bo'lsa tadrijiy tashkilotni biz qo'limiz qila olmaydimi? Biz bosh qo'ymaydimi deb tashkilotni parchalaydigan, tashkilotni bo'lashga o'rindigan, hattoki saylanga tushmay turib yoki saylanmay turib huquqni bulab olishga tirishadigan eng xatarli omillarning birisi hisoblanadi. Şu dinimizde mi maxfiy kusurlaşmaqlar, ba'zan ayırıb qolib maxfiy kusurlaşmaqlar deb qattiq buyurishdanki sababi bu. Shundaqlam bu noktada tashkilot a'zolari orasida shaxsiy deb qaralgan sirlarni yeyib o'tish yoki omonat deb qaralgan sirlarni u bahona bilan bu bahona yana yeyib o'tish, bumi o'zaro ishonchni ozlashtirib o'tadigan, balki adovat, balki ko'ngil og'riq paydo qilgan eng xatarli omillarning birisi deyman. Bu yuqorqi masalaning ko'pinchisi yetakchi bilan a'zolar orasida o'rtaq tepiladi. Ko'pincha shunda. Ba'zi sifatlar yetakchi xos, ba'zi a'zolar xos bo'lishi mumkin, ba'zi to'xtalamni keyincha fursat bo'lsa to'xtalamiz inshaalloh. Ko'pdan ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib nihoyat mevzuli bir shaklda güzel oyoqlashdi. Har bir bo'lib bugungi dunyoning har qaysi joylaridagi tashkilot rahbarlarimiz mayli qaysi xil sohada ish qilayotganlar bo'lsin, ma'rif sohasi, siyosat sohasi degandek hammasi o'ziga elib, o'ziga kuchli bir shaklda retsept hozirlay oladigan, foydalana oladigan mevzuli qisqa shaklda bir retsept berilgan bo'ldi. Alloh hammamizni bizdan tatib, hammamizni bu shundoq güzel manfaatlik tecrübelerden, ilimlerden paylaşılışkı müyesser olsun. İnşallah Rabbim ömür verse yani bir hafta okşaş saati görüşürüz. Aman babacılar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.